Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Allohim, mehribonim, rahimli Rahmonim, Xoliqim, g'oyiblarni biluvchi faqat sensan. Bizlarni yo'qdan bor qilgan zot o'zingsan. O'zingga banda, Habibingga ummat qilganing uchun, o'zingni tanittirib, onalik maqomini berganing uchun o'zingga shukrlar, shukronalar bo'lsin Robbim. Sendan ojizlik bilan, xorlik, qullik bilan duo qilib so'rayman. O'zingdan yalinib, yolvorib so'raganim, gunohlarimni afv et, mag'firat qil. O'tmishda qilgan katta-yu kichik, kabira va sag'ira, xufyona va oshkora gunohlarimni o'zing kechir. Qolgan hayotimni, umrimni xayrli, barokatli, mazmunli, savobli amallar bilan o'tkazishga qodir qil Robbim. Dinu dunyo ishlarimni o'zing o'yla, o'zing oson qil. O'zingdan boshqasiga, hatto o'g'il qizlarimga ham bir daqiqa, bir nafas ham muhtoj qilma. Umrimni uzun qilginki, sen bergan umrning natijasida tutolmagan ro'zalarimni tutay, o'qiy olmagan namozlarimni o'qiy. Sen meni nima uchun yaratgan bo'lsang, faqat shu narsa bilan mashg'ul bo'lay. Kechasi-yu kunduzi zikringda bo'lib, bergan ne'matlaringni shukrini qilib, sening rizoligingni topay. Qarilik gashtini farzandlarim ardog'ida, uylarining to'rida, qo'llarim hamisha duoda bo'lib, shirin so'zlik bilan o'g'il qizlarimga, kelin nevaralarimga mehr berib, ulardan mehr oqibat ko'rishlikni nasib qil. Qayta haj, umralar qilib, Ka'bai muazzamani tavoflar qilib, Ka'ba pushtga bosh qo'yib erkalanish, labbayka aytishdek ulug' baxtni nasib qil. Paymonam to'lib, umrim poyoniga yetganida, tahoratli, pok holimda, men seni suyib turganimda, sen meni sevib turganingda, sen menga omonat qilib bergan butun vujudim o'zimga bo'ysunib turganida, tillarim zikringni qilgan holatda, ko'zlarim kalomingni ko'rib turganida, oyoqlarim ilm majlislaridan uzilmagan vaqtlarida, peshonam sajdada turgan holatda, o'z qo'llarim bilan ehsonlar qilib, o'zgalar omonati bo'lsa salomat bergan vaqtimda, rizoligingni topgan holatimda, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasi tilimga jo bo'lgan holatda omonatingni topshirishini so'rayman. Yana sendan so'raganim, insonlar hazar qiladigan dard berma. Oson og'riq, oson o'lim ber. Payg'ambarlar jonini qanday oson olgan bo'lsang, mening jonimni ham xamirdan qil sug'urgandek osonlik bilan olgin. Farzandlarim armonda, hozirgina onam tahorat olayotgan edi. Hozirgina Qur'on o'qiyotgan edi. Hozirgina namoz o'qiyotgan edi. Sajda qilgan holatida Allohga omonatini topshiribdi, deb armon bo'lishlikni nasib qil. Yana sendan so'raganim, meni poklash uchun eng taqvoli, tahoratli, namozxon ayollardan qil. Oxirat libosimni ilmli taqvodorlar, namozxonlar qo'lidan kiyishni nasib qil. Janozamni o'z zurriyotlarimdan imomlar chiqib o'qishlik baxtini, qabrimgayam o'qimishli, ilmli, taqvodor, majlislarga imom bo'lgan nevaralarim qiyomatga qadar yotadigan oxirat uyimga qo'yishlikni nasib qil. Orqamdan zurriyotlarim Qur'on tilovat qiladigan,
chiroyli duo, Fotiha o'qiydigan murattab qorilar, hofizi Qur'onlar, Ka'baga imom bo'ladigan zotlar, olimu allomalar, ulamolar, qoriyalar yetkazib ber. Yana katta-katta ehsonlar qiladigan, masjid, madrasalar quradigan, yo'qsillarni yo'qlaydigan, zakotlar beradigan, qurbonliklar so'yadigan saxovatli, saxiy boylar chiqarib qo'y. Orqamdan faqat yaxshi xislatlarim bilan eslashlikni nasib qil. Ya Robbi, sen duo qilgan bandalarini yaxshi ko'radigan zotsan. Duolarni ijobat qiladigan zotsan. Sen ulug' arsh egasisan. Amin. Allohim, shu duoni birodarlariga ilingan insonni hamma shar'iy niyatlarga yetkazgin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.